Assalomu alaykum, hurmatli podpishchilar. Xudo xolasa bize navbatdagi mashinamizni haqiqiy yurgan probegini tekshirmakka keldik. Geç bo'lishine qaramay klient mashina olacak ekan. Nexia 2 avtomobilini shuni tekshirib bering dedi. Xudo xolasa biz hozir mashinaning ichindamiz. Hozir bir qator sizlarga video davomida necha kilometr yurib turibdi и tekshirganda necha kilometr chiqdi. Hammasini video davomida görüp boraverasiz. Tak, tablodagi probeg 382.389 kilometr ko'rsatib turibdi. Nexia 2 avtomobili. Ko'pchilik aytadi Nexia 2 avtomobilini tekshirib bo'lmaydi. Bo'ladi Nexia 2 avtomobil tekshirib. Tak. Kabelimiz taqilgan. Xudo xolasa hozir sizlar bilan birgalikda tekshirib ko'ramiz. Qani qaytarilganmi, yo'qmi? Buna Lasetti'de göremiz çünkü Nexia 2'ninki hem o Lasetti'de tekshiriladi. Tak, yine. Bize de azı показатель 388.620 km gösterip durdu. Tabloda 382.389 km, 6.000 km raziyesi oynayıp durdu bu. 6.000 km. Şimdi может balon hesabına mı ya şu 6.000 kilometrini qaytaramızda endi 6.000 kilometrini qaytarmasalar gerek menimcha. 6.000 kilometre hech qanday rol o'ynamaydi. Bu degani probeg haqiqiy degani o'rtoqlar. Keyin bir yana ignition switch dedi. 3204 kilometrda qo'yibdi, lekin bu 3204 marta mashin yonib o'chdi degani. Hozir yine sizlar bilan birgalikda mashinani yine kilitni o'chiramiz. O'chdi. 3204 ko'rsatib turibdi. Kilitni yoqamiz. Kilitni qo'shdik yine. Endi hozir 3204 dediğinin hozir sizlarga gösteraman. 3205 bo'ldi yine. 3205 marta kilit zamok açıp ilingani bu. Yine busi probegi yine. Kimde kime shunday xizmat kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol bizlarga murojaat qilaverasiz. Ekranlarda telefon nomeri qoldiramiz. Keyingi videoda görüşünce xayrlab qolamiz.